Oy, Sanjik Dilavoy, Dilavoy. Любой temada gaplashamiz. Sekin-sekin движение bo'lyapti. Qani bostu davrida soqqali gaplar. Kого я вижу? G'ishtemir aka, bormisiz aka? Sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Men ham xursandman. Sizga ajoyib bitta patsient tayyorlab qo'yganmiz. Hozir keladi. Mana o'zi ham keldi mana. Sizga? Va deputat keldimi? Qanaqa deputat? Professor, fan nomzodi, akademik. Sana tiling bilan aytganda, Jinnixonani doktori professor Boshoqov G'ishtemir aka. Bugungi studiyamiz mehmon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga? Normalnimi? Normalniy. Qo'shnimi? Akademik, fan doktori. Tayyor bo'lsang boshlaymiz. Tayyormi? Kameramotor, nachali. Assalomu alaykum. Sanjik Dilavoy, любой temada gaplashamiz ko'rsatuvi. Yana efirda. Bilasizlarmi bugun mehmon kim? Hayot dirs urib, tominani ketkazib qo'ysa, nechit qiladigan brat kelganlar. Shu kimsiz brat? Qanaqasiz? Rahmat, o'zi yaxshimisiz? Adashmadingizmi? Narman topib keldingizmi? Topib keldim, rahmat. Savollarni beraveraymi? Bemalol tayyorman. Ana, brat, o'zimni savolim bor-da. Oddiy doktorlar bilan farqi nima? Nima qaraysiz? Tomish ketib qoldim. Chiroyli muomala qiling, og'ziga qarab gapiring. Qanaqa? Tushundingizmi? Kim bilan gaplashayotganingizni bilasizmi? Yo'q. Men professor doktorman. Tibbiyot akademiyasini tamomlagan naukman. Doktorantura, aspirantura, makulatura. Qanaqa makulatura? Shularni dissertatsiyalar yo'qlagan odamman. Men bilan chiroyli muomala qiling, ukajon. Nima? Sizga kimdir doktorskiy bitirsang bankir bo'lasan deganmi? Ha? Soqqani sanab o'tirasan deganmidi? Sanjik, o'qimishli odam ustidan kulurmagin. Ne asabimni Men bergan savollarni ber undan ko'ra. Asabimni buzmasin bo'lmasa. Normalniy gaplashdi. Jinnixonada o'tirgani yo'q. Mana savol bor ekan. Bering? Bering. Mana shu jinnixonangizda kasallaringiz sog'ayganini qayerdan bilasiz? Bu juda oson-ku, bilasizmi? Qayerdan bilamanman? Qayerdan brat? Qayerdan bilaman? Endi ko'rib turibman sizni. Endi eshitaman. Siz doktorsiz, men emas. Bo'pti, eshit, mana o'zlari hozir aytadilar. Bitta vanaga suv to'ldirasiz. Cho'milishgami? Cho'milishga emas. O'sha bemorni oldiga olib kelasizda, qo'liga qoshiq bilan stakan berasiz. Keyin shu suvni tezroq vannadan bo'shatishni unga topshirasiz. Qanaqa bo'shatadi? Osonmi? Sog'lom odam stakanda tez-tez bo'shatib topdimmi? Topdimmi? Kechirasiz. Sog'lom odam Ha. vannani trubkasini tortadi, suv avtomatik tushib ketadi. Sizni ham bir tekshiruvdan o'tkazish kerak menimcha. Otingiz nima edi? Marginshtekmidi? Marginshtek emas, G'ishtemir. G'ishtemir usturing bo'pti. Tushundingizmi? Sanjik, Nima deganingiz? Nima ustidan kulyapti? Siz bizni mashaqqatli ishni ishlatayotganimizni bilmaysiz shekilli. O'zi emas u. Xafa qiladigan savollarni bermanglar. O'zi hayot qiyinchiliklari bizga yetarli. Yig'lavordingizga? mana shunaqa har xil gaplaring bilan mana xafa qilding. Latta mehmonlarni topib kelasan deb borib. Undan ko'ra bizni ko'klarga ko'taringlar, maqtinglar. Mashaqqatli ishni bajarayotgan bo'lsak, hamma ham bu vazifada ishlayolmaydi. Nima maqtayman? Sizdan to'q bo'lganmi? Yo oldinlari bir ikki marta vнимание qilib ketganmidingiz? Ha? Ishtahan karneligini qara, maqtaylar deb qo'yadi. Bekor kelibman shekilli. 100%. Mehmon e'tibor bermang. O'zi aslida sizni jinnixonangizga mana shu o'zi borish kerak. O'zing borishing kerak. Qarashini Tushundingmi? O'zing borishing kerak. Bitta mehmonida darrov tarafiga o'tib oldi. Sen mani odamsan. Mehmon, yuring. Undan ko'ra bergan vnimaniyingizni birgalikda baham ko'ramiz, yuring. Qanaqa? Vнимание qilganmilar? Vнимание qilganmilar? Конечно. Anaqa. Ana o'zgardi, ko'rdingizmi? Aka, kechiring. Xafa qilib qo'ydim. Kechiring, aka. O'zim buzib tashlayman. Yo'q, buzmang, o'zingizni buzasiz. Qanaqa jazolay o'zimni? Sizni xafa qilganim uchun, okajonim. Bo'l, o'zimga o'zim bugun birinchi reys bilan Dubayga bilet olaman. Bir hafta o'zim jazolayman. Keyin qaytgandan keyin siz bilan ko'rishaman. Bo'ladimi? Mayli. Menga savol bo'lmasa, menga ruxsat bersanglar bora qolay. Kelganingiz uchun rahmat. Mayli, aka. Ko'rishamiz. Studiyamizga yana kelasiz degan umiddamiz. Обязательно bular meni ko'rigimga borsin. Boradi. O'zim olib boraman. Boraman. Birga boramiz. Charchamanglar. Sog' bo'ling. Xo'p, tinch Bo'lmasa bo'lmaydi bu. Hayır. Gördün mü?
ishing bitguncha eshakni ham tog'ada ishni o'rgangan. Ana, ish bitdi. Hop deb turasan, nima deysan? Aka, ver Dubayga borib keling. Buning maynasini olib kel. Bir saniylikchi qancha beribdi o'zi? Ana xolodilnikda turibdi, ovola qol o'zing. Iskan. Ha. Tomin ketib qoldim. Jinni bilan gaplashib tomin ketib qoldim. Nima deganing bu? Qanaqa pulni xolodilnikka qo'yib qo'yding? Qanaqa pul, ishxonasidan qaynatma sho'rva bilan perlovka olib kelgan ekan. Aynib qolmasin deb qo'yib qo'yuvdim. Voy, nima? Ha? Perlovka, sho'rva. Shunchalik hurmat qilib olib kelibdi, nima deysan endi? Endi Dubayga qo'ndim-a. Shunda Abu Dabidan qaytargandek yechib olding-a. Menga qara, anaqa qorning ochgan bo'lsa isitib keling ovqatni. Tur yo'qol, tushundingmi? Endi plyajga yuguraman deb turdim-a. Plyajga yugurib nima qilasa, ana G'ishtemir aka orqasidan yugur, oz ketib qoladilar. Vamtu o'tirib karillashini qara. Xuddi 1 tonna perlovka bilan 1 tonna sho'rva olib kelib qo'ygandi. O'shani soqqasini ber. Soqqasini ber, maza qilib keling Dubayga borib. G'ishtemir aka hali uzoq ketmadilar. Yetib olasanmi? Yo'qolay. Sen nomerini beraman, nomerini. Endi kelib qolgandim-a. Endi ketaman deb turdim-a. O'zim jazolamoqchi edim-a.